Bular bozorni rasvo qildi. Assalomu alaykum. Yashil makon loyihamizga xush kelibsiz. Rahmat. Ya, xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, nima bo'ldi? Sizlar Guliston bozoriga kirib kelib nima hamma joyda alg'o-dalg'o qilib tashladinglar? Hech narsa qilmadik. Tinchlikmi? Qanaqasiga patkatlavan hali umuman yo'q uyni qanaqasiga 60 oyga bo'lib berish mumkin? Biz Guliston aholisiga qulaylik yaratish maqsadida bu ishlarni qilyapmiz. Menimcha sizlar firibgarchilik qilyapsizlar. Kechirasiz, siz bizani noto'g'ri tushunibsiz. Guliston xalqini uzoq yillar davomida foiz va qog'ozbozliklar bilan qiynagan tizimni sindirishga harakat qildik faqatgina. Biza bank emasmizki, aholini foizlarning hisobidan boyiydigan. Biz o'zimiz halol muddatli to'lovga 60 oy davomiga bo'lib to'lashga uylarimizni xarid qilish uchun mijozlarga beryapmiz. Hali yo'q uyni sotyapsizlar. Meni agentligim davlat subsidiyasi bilan ipoteka krediti asosida biz mijozlarga uy olishda yordam beramiz. To'g'ri? Sizlarda umuman hali yo'q uyni, daji havoga chizilgan uyni sotyapsizlar. Yo'q, biza havoga chizilgan emas. Bizning uylarimiz bitgandan keyin narxlari qimmat bo'ladi va shuni hisobiga aholi hozirdan bemalol uyli joyli bo'lsin, shundoq yashil makondek loyihada yashab, istiqomat qilib, xohlagan orzulariga erishsin degan maqsadda patkatlavan hamyonbop narxlarda 60 oy, 50 oyga muddatli to'lovga bo'lib beryapmiz. Penya yo'q emish. Qanaqasiga penya yo'q? Mijozlar agar pulini to'la olmasa nima qilasizlar? Butun reklamalarda jar solyapsizlar. Penya yo'q, kechiktirilsa foiz to'lanmaydi deb. Agar qurilish to'xtab qolsa sizlar pulni qayerdan olasizlar? Kimga ishonib uyni quryapsizlar? Avvalo bizning loyihamiz investorlar tomonidan qurilyapti, xalqqa puliga emas. Bu loyihamiz faqatgina qurilish uy-joy loyihasi emas, balki ijtimoiy loyiha. Yashil makon loyihamizda biz mijozlarni oylik to'loviga qarab qo'ygan joyimiz yo'q va shuni hisobiga ham biz uyi qurilishini to'xtatib qo'ymaymiz. Va eng muhimi, investorlarimiz, xalqimiz hamyonbop narxda uyli joyli bo'lishsin degan maqsadda patkatlavan holatida ham uylarni xaridga chiqarildi. Guliston sharoitida bunaqa baland binolar xavfli. O'zlarincha maqtanyapsizlar, baland binolar quryapmiz deb. Bizning yer bunaqa baland binoni ko'tarmaydi. Odamlar hayotini xavfga qo'ymanglar. Biza odamlarning hayotini xavfga qo'ymaslik maqsadida aynan xorij texnologiyasi Deep Soling Mixing texnologiyasi bo'yicha uylarimizni qad rostlashtiryapmiz. Nimaga? Bu texnologiya nima qilib beradi deyishingiz mumkin. Yerni zichlashtirib, unga beton svayalab qoqgan holatda bemalol biz baland qavatli binolarni xuddi shu zaminga qurishimiz mumkin bo'ladi. Xorijiy texnologiyamish. Kim qilyapti o'zi buni? Germaniya texnikasi orqali bizda IXA kompaniyasi, ya'ni turk texnologlari tomonidan bu uskunamiz ishlatilyapti. Xudo xolasa yerlarimiz aynan bizda A bloklarimizni DSM texnologiya bilan burg'ilab, svaya qoqish ishlarimiz yakunlandi va endi podushka jarayonlari boshlandi. Bizning loyihamiz zilzilaga bardoshli va mustahkam Gulistonni ko'rkiga ko'rk qo'shuvchi loyihalardan biri bo'ladi, xudo xolasa. Bunaqa dabdabali, baland, shahar ichidagi shahar gulistonliklarga nima kerak o'zi? Loyiha maketiga qarab turibman. O'zida 2 qavatli supermarketlar, sport majmuasi, bowling, maktab, bog'cha, bankigacha bor ekan. Bunaqa shovqinli joy gulistonliklarga yarashmaydi. Ularga faqatgina tinchgina hovli bo'lsa bo'ldi. Siz Guliston aholisini hali ham kechagi kun bilan tasavvur qilyapsiz shekilli. Kechirasiz. Guliston aholisi ham hozirgi zamonaviy infratuzilmada yashashga haqli. Ayollar bemalol farzandlarini maktab, bog'chaga bir qadamgina olib chiqishga va undan tashqari 2 qavatli savdo majmuamizda yoshlar kelib bowling o'ynashi yoki kinoteatrda madaniy hordiq chiqarishlari, farzandlarini ochiq va yopiq o'yingohlarda dam olishlari uchun sharoit yaratib berishlari va bundan tashqari eng muhimi yashil ko'rkamgina katta saylgohda kislorodga boy bo'lgan holatda maza qilib sayr qilishlari mumkin.
Lekin hayronman, siz nima bilan tasavvur qilyapsiz xalqimizda? Haligacha siz xohlaysiz bog'chaga, maktabga, taksiga yoki avtobusda qatnashlarini? Yo'q, hammasi bir joyda. Yashil makon bu shunchaki shahar ichidagi shaharcha. 24/7 qo'riqlash xizmati, avtoturargohlar, yer osti va ustki va undan tashqari kafe, restoranlar, barcha savdo majmualari, supermarketlar hammasi bir joyda bo'lsa, nimasi yomon? Yashil makon loyihamiz orqali biz Sirdaryo aholisiga yangi hayot darajasini beryapmiz. Ular albatta bunga loyiq. Ertaga svet o'chsa, bu dabdabangiz to'xtaydi-ku. Svet o'chsa, aytayotgan favorangiz ham, liftlaringiz ham, kamiga suv, kinoteatringiz, hamma narsasi o'lik shaharchaga aylanadi. Bu muammoni qanday yechmoqchisiz? Aynan shu savolingizni men kutgan edim. Gulistonni energiya tizimidan xabarimiz bor. Bizani qurayotgan loyihamiz elektr energiyasi uzilib qolgan vaqtda ham liftlarimiz, generator tizimlarimiz bemalol ishlab faoliyatidan to'xtamaydi. Ikkinchidan biz ekologik va quyosh panellari tizimidan elektr manbai sifatida qo'shimcha foydalanamiz va undan tashqari bizda hududimizning 35% yashil hudud. Yashillik va favvoralar bizga bu mikro iqlimni beradi. Biz kelajak uylarni quryapmiz. Chiroq o'chishidan qo'rqadigan loyiha emas. Yaxshi aka, savollarim agar og'ir botgan bo'lsa, uzr. Prosta meni mijozlarim tayyor uylarni olishadi. Ular aldanib qolmasin deyman. Gulistondagi eng yirik ko'chmas mulk uy-joy xarid agentligi rahbarisiz. Tabiiyki, Guliston aholisi haqida qayg'urasiz. Bu xizmatingiz tahsinga sazovor. O'zi rostdan ham 50-60 oyga bo'lib to'lashga boshlang'ich to'lov siz beryapsizlarmi? To'g'risini ayting. Ha, albatta. Bizda mijozlarimiz boshlang'ich to'lovsiz 50-60 oy muddatga xarid qilishlari mumkin xonadonlarni va undan tashqari boshlang'ich to'lov qancha qilishlariga qarab turib katta-katta chegirmalar beramiz. Tashrifingizdan xursandmiz. Ofisimizda ko'rib, boshimiz osmonga yetdi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xursand bo'ldim. Gulistonimizda shunaqa chiroyli, baland binolar, hamma mijozlarimizga har tomonlama qulay bo'ladigan uylar qurilsa, xursand bo'laman. Xudo xolasa endi. Xudo xolasa, aynan biz ham Gulistonni ko'rkiga ko'rk qo'shib turuvchi majmua yaratishga bel bog'laganmiz. Bemalol do'stona munosabatda tashrif buyuraverasiz. Keyingi safar faqat jahl qilmang. Yo, jahlga tushaman. Salomat bo'ling. Xursand bo'lsa bo'ldi. Sog' bo'ling.